qiziq narsa tayyorlab qo'ydim mukbang uchun. O'zim bu narsani hali hech qachon yeb ko'rmaganman. Agar sizlarning ichingizda bu narsani o'sha yeb ko'rganlar bo'lsa va bunga munosabatinglar qanaqa menga kommentariyaga yoki Telegram kanalga yozsangiz xursand bo'laman. Shunday qilib, men kabi bu narsani yeb ko'rmaganlar uchun menimcha qiziq bo'ladi. Shunday qilib, menga bu narsa haqida aytib berishganda ancha avvalda, chunki sezon paytida yeyolmaganimda banочкалida siz uchun olib qo'yamiz deyishgan, lekin olib qo'yishmadi. Unutishdi. Va men o'zim internet magazinda shu narsani zakaz qildim va bir haftada keldi. Shunaqa коробочкада mukbang va unboxing qilamiz. Shu ovozlarini eshitishingiz mumkin. Так, давайте ochamiz. Shunaqa коробочкада, shunaqa paketikda keldi. Так, давайте ochamiz. Menimcha bu ham alohida bir e'tiborga sazovor. Sizlar yaxshi ko'rasizlarmi shunaqa po'pirchli paketik bilan o'ynashni? Ba'zilar buni anti-stress ham deyishadi. Bu nima? Menimcha o'sha tashqi ko'rinishidan tushundinglar. Bu nimaligi haqida. Маринованный зеленый миндаль, ya'ni o'sha dovcha, g'o'ra, o'sha o'rikdan pishmagan o'rikni marinovka qilishgan 2028-yilgacha. Shunaqa ko'rinishda kattagina. Tak. Yaxshi. Такой bilasizmi, o'sha g'o'ra va o'sha dovcha va sho'rpodringni aralashtirganga o'xshaydi. Ayniqsa homiladorlarga menimcha judayam yoqadi. Bitta do'konda ancha bu do'konga borib turaman-da va u yoqda degida gul sotadigan ayol borda va o'sha ayol bilan ko'pincha
uncha gaplashib qolamiz edi va bir kuni va u ayolni yoshlari katta 50larga borib qolgan va doim qanaqadir ichlaridan kuyib, doim shunaqa maslahatlar beradigan, такой kechirimli bo'lish kerak, o'zingni shunaqa tutishing kerak, bunaqa qilishing kerak, hammadan o'zingni aqlliroq, odobliroq bo'lgin deb o'rgatib yuradigan ayollarda doim такой ozgina g'amginroq yurardilarda. Bir kuni va yaqinda o'sha ayolni yana ko'rib qoldim. Shunaqa xursand, hayotni ham shunaqa yaxshi ko'ryaptilar, o'zlari ham shunaqa ochilib ketganlar, 10-15 yilga yosharib ketganlar. Va ular bilan so'rashganimdan keyin shunaqa ochilib ketibsiz, nima bo'ldi, nima o'zgarishda bo'ldi deb so'rasam, menga shunaqa zo'r javob berdilar. Va qiziq bo'lsa sizlar bilan ham bu ularning hikoyalari bilan bo'lishmoqchiman. Давайте я ozgina mukbang videoku. Так вот, ular aytdilarki, mana onam bor dedilar. Onamdan uzoq yashayman, gap ko'rishaman va onamdan doim juda xafa bo'lib yurar edim, chunki mendan doim foydalanganda ular bilan yashaganimda uylarni yig'ishtir, faqat shu narsaga kerak edim, yig'ishtir, ovqat qilib ber, buni qilib ber, hozir ham agar chaqirsa faqat shu qanaqadir uyda tadbir bo'ladigan bo'lsa yoki pul kerak bo'lsa mani chaqiradi, qo'ng'iroq qiladi deyapti-da. Doim shu ukamni yaxshi ko'rgan, doim hamma eng yaxshi uydagi bo'lgan narsalarimiz faqat shu ukamga bo'lgan. O'shaning uchun meni onam qiynagan va vaqtli erga berib yuborgan deb shunaqa xafa bo'lib yurgan ekan. Lekin deydi, men doim harakat qilardim shu onamni kechirishga. Bilardimki xafa bo'lish bu gunoh, tim bo'li onaga xafa bo'lish bu gunohligini bilganim uchun doim ichimda shu men kechirishim kerak onamni va o'sha onamga xafa bo'layotganimda, onamdan jahlim chiqayotgan paytda o'zimni battar urishardim, battar o'zimni yomon ko'rardim-da va shundan двойной qiynalardim deb gapirdim. Va yaqinda o'sha doktorga boshqa mavzulari bilan borganida psixologga borishni taklif qilishibdi va ular psixologga boribdilar va o'shanda psixolog aytibdiki, nima debdi? Sho'r bodring va dovchani ikkalasini ta'mini birlashtirsa, biram shu zеленый mintal marinovanный bo'lar ekan. Va u psixolog aytibdiki, onasi debdi, kechirish va o'sha qilgan harakatlarini unutish shart emas debdi-da. Ya'ni psixolog unga ofitsialnida qonuniy ruxsat bergan jahli chiqishiga, onasidan xafa bo'lishiga da o'zini o'sha ichida bo'layotgan hissiyotlari uchun tushunishga, ya'ni siz his qilayotgan narsa bu normal holatda bunga ruxsat bergan va aytganki, onangizga xat yozing degan va ichingizda bo'layotgan hamma fikrlarni yozing degan. Lekin xatni yuborish shart emas, просто ichingizdagini yozing degan. Va borib shu ayol o'sha 50 yoshlarida borib o'sha qari onalariga kichkina 8 yashar qizcha sifatida xat yozibdi. Men xafaman sizdan oyijon, siz menga sevgi kerak bo'lganda, muhabbat kerak bo'lganda, meni yaxshi ko'rishingiz kerak bo'lganda siz meni o'zingizdan
hayderdingiz, bor ishlaringni qil derdingiz. Ukamidan nimadir unga yordam kerak bo'lsa, yordam berasiz, tushunasiz, lekin mani doim o'zing eplashing kerak, o'zing aybdorsan deb gapirasiz deb o'sha ichidagi hammasini doston qilib yozgan va o'sha yozayotgan paytida xatni 2-3 soat yozibdi va 2-3 soat yig'ladim deb aytyapti. Bunisini o'sha ichidagi tanaga ozgina qotishni boshlagan ekan. Вот. Keyin shu xatni yozgandan keyin o'zimni shunaqa yengil his qildim deyapti va o'sha ichimdan og'ir toshlar ketib qolgandek bo'ldi deyapti va men ulardan so'radim, kechirdingizmi, unuta oldingizmi o'sha oyishni qilgan harakatlarini? Yo'q man deydi. Tushundimki, eng muhimi unutish emas deyapti, unutish shart emas deyapti. Eng o'sha avval qilgan xatoyim shunda bo'lgan ekanki, men unutishga harakat qilganman, lekin unutish shart emas ekan deyapti. Prosta qabul qilish kerak ekan-da. Onam da men bilan shunaqa harakat qilgandek foyda bergan narsasi shu bo'ldiki deyaptilar. Men onamdan kutishni to'xtatdim deyapti. Ya'ni bolam, men seni yaxshi ko'raman. Bolam, kechir, yoshligingda senga shunaqa munosabat qilganlarga yoki bolam, xuddi ukang kabi seni ham yaxshi ko'raman-da, shunaqa gaplarni gapirishini kutishni to'xtatdim deyapti va kerak bo'lganda o'zim ba'zan onamga oyijon, men sizni yaxshi ko'raman deb aytaman deyapti va ular javob bermaydilar deyapti, lekin men kutishni ham to'xtatdim deyapti va shu narsani tushundimki, o'zimni hissiyotlarimga o'zim xo'jayin bo'ldim deb gapiryapti-da va o'sha ayolni ko'rsangiz umuman boshqachada, ya'ni bo'ladi-ku, odamni oldiga kelsangiz ichidan nur, energiya tarqaladi-da, ya'ni o'sha ijobiy energiya va shu ayoldan shunaqa energiya kelyapti. Biram oldilariga kelib, ular bilan suhbatlashib, ularni o'sha gaplarini eshitgingiz keladi. Так что shuni aytib bermoqchi edim. Menimcha men juda ham xursand bo'ldim ularni eshitib va sizlarga ham o'sha xursandchilik bilan bo'lishim keldi. Так что agar sizlar ham kimdandir xafa bo'lsanglar yoki qaysidir vaziyatdan xafa bo'lsanglar, albatta shu praktikani qilib ko'ringlar-da, ya'ni o'tirib qog'ozga butun ichingizdagi o'sha hissiyotlarni tushirishga harakat qiling. Agar o'sha ichingizda kichkina bolachada xafa bo'layotgan bo'lsa, uni nomidan hammasini yozishingiz mumkin. Keyin u xatni yirtib yuborishingiz, yondirib yuborishingiz, prosta tashlab yuborishingiz mumkin. Muhimi o'sha qalbingizda og'ir yuk kabi bo'lmaydi, chiqib ketadi. Lekin 2-3 tasiga biram juda to'ydiradigan narsa ekan. Прикольно. Keyingi men yeb ko'rmoqchi bo'lgan narsa mana bunday yong'oq, arahis, pishirilmay kokos ta'mi bilan. Mani podpисчиklarim biladi, kokosni juda ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun shu araxisni ham kokos ta'mi bilan oldik. Yeb ko'ramiz. Mana bunday hammasi dona. Tak. Вообще manga yoqdi. Такой, bilasizmi, ham sladkий, ham не sladkий. Shakari ham ko'p emas.
o'xshaydi. Pishisar ekan. Даже konfetkadan shirinroq. Hozir bitta istoriya aytib berdim-ku. O'sha kechirish haqida-da va esimga tushdi. Bitta ertak, terapevtический ertak. O'shani ham aytib bermoqchiman. Короче, bitta odamda aylanib yurganda kletkani ichida yo'lbarsni ko'rib qolibdi. Keyin u yo'lbarsga uti-puti shirin toyda qo'lini kirgizsa, haligi yo'lbars uni tishlayapti qo'lidan. Haligi odam jahli chiqib ketibdi, xafa bo'lib ketibdi. Haligi yo'lbarsdan rosa xafa bo'lib ketibdi. Ezilib, jahli chiqib yurganda qaysidir bitta o'sha aqlli filosofni uchratibdi. Va u filosofga o'sha dardini aytib beribdi. O'sha qiynalyapman, ezilyapman, mani yo'lbars shunaqa tishlaganiga xafa bo'ldim debdi. O'shanda filosof unga aytibdiki, kechir debdi va unut debdi. Ichingda o'sha dardni olib yurmagin debdi. Va u odam kechiribdi va unutibdi. Keyin rotinam o'zini yengil tortibdi, xursand bo'libdi-da, chunki o'sha xafachilikni ichimizda olib yurganda birinchi o'rinda o'zimizga yomonlik qilamiz. Kunlardan bir kun yurganda yana shu yo'lga tushib qolibdi. Yana o'sha yo'lbarsni ko'ribdi. Endi ichida xafachiligi yo'q-ku u yo'lbarsga. Yana qo'lini solib, voy yo'lbars deb erkalatishni boshlabdi. U yo'lbars optida yana tishlayapti. Battar jahli chiqib ketibdi. Haligi kishini xafa bo'lib, jahli chiqib, urishib ketibdi. Va yana o'sha qorong'u jahli chiqib yuradigan bo'lib qolibdi. Mazza ekan. Jahli chiqib xafa bo'lib yurgan paytda psixologni uchratibdi. Psixolog aytibdi, "Davay gapir, nima bo'lyapti?" debdi. Конечно, avval konsultatsiyaga pul to'latibdi. Aytib beribdi. Yo'lbars bilan bo'lgan hikoyani. Shunda psixolog aytibdiki, "Sen debdi, bu yo'lbarsni kechir va eslab qol" debdi. Ya'ni uni senga ozor berishi mumkinligi haqida unutmagin debdi. Lekin qalbingda uni kechir debdi. Va shu odam hayron qolibdi, shunaqa ham mumkinmi deb va kechiribdi. Va yana kunlardan bir kun shu yo'ldan yurayotganda yana shu yo'lbarsni uchratibdi. Voy yo'lbars, qilit, debdi. Lekin o'sha kletkadan-da qo'lini bermabdi. Ya'ni uzoqdan, chiroyli ekansan, yaxshi ekansan, mana yuribman degan, lekin qo'lini bermagan. Shunda yo'lbars ham uni xafa qilmagan. U ham battar xafa bo'lmagan, ozor chekmagan. Tushunayapsizmi? Xuddi shunaqa istoriya ko'pincha bizani hayotimizda hamda ba'zan atrofdagilar bizani xafa qilishadi. O'zlari bilgan yoki bilmagan holda-da. Lekin biz xafa bo'lamiz ham. Va keyin qanaqa o'zimizni xatti-harakatimizni o'zimiz xo'jayinmiz. Ya'ni ziloni mindaldan ko'ra ko'proq arayis yoqdi.
yana olaman. Sizlarga do'stlar bugungi mukbang yoqdimi? Keyingi safarga nima mukbang yeyishimni xohlagan bo'lardinglar? Qo'y. Kuzatganingiz uchun, komment yozganingiz uchun katta rahmat. Ishlaringizga omad. Xayr, xayr.